Hammaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan hafta kuniga yakshanba 40 gradus issiqligiga qaramasdan sizlar uchun qo'ldan kelgancha Devo mashina va inomarkalarda video qilishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, mashina istayotgan tanishlarga ulashib qo'yinglar. Yana bir bor assalomu alaykum akalar. Boshlanishiga Nexia 3 yumshoq balonlarda dehqonning o'zidan ekan. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Evakuatsiya tashlangan chexollar taqib qo'yilgan, barlari bor, mexanikada, rollari ham almashtirilgan ekan. Bu mashinamiz yonidan ko'rinishi. Bu orqalarini metan gazlari bor ekan. Zapaskilari ham joyida turibdi ekan. Bu mashinamiz yon boshdan ko'rinishi. 2020 aka. 118 ming yurgan. Kraskalar toza. Gench ham aka. Iloji olsa o'tkazib olgan yaxshi, to'g'ri aka. Hozirgi kunda o'tkazib olgan yaxshi bo'lyapti. Gen ham chiqaveradi vaqtinchalik bo'lsa ham. Mashinaning puli qancha aka? Puli 78 deymiz, o'tib beramiz. 78 dan o'tib berasiz. Bozor qancha qilishdi aka? Mashina purishlarmi, dehqonlarmi? 7000 ga mashina purishlarga bermadingiz. 7000 ni tepasiga qo'shilsa berasiz, xudo xolasa. 78 deganingiz bilan endi tushlar, savdo bo'ladi, boshqa bo'ladi. Undan 7000 tepasiga qo'shib telefon qilishib oladigan odamlar, qiziqqan odamlar telefon qilib so'rasa bo'lardi. Siz dehqon, barter Yo'q. naqd pul faqat. Narsa savdo ham yo'q-a? Sotiladi bo'ldi ekan. Akalar dehqondan dehqonga ketsin deganlar Nexia juda chiroyli holatda, salonlari ham. Aloqa uchun nomer ayting aka. 93lik 783 4950 akalar bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olsa, hech kim aytganiga sotmagan 7000 ustiga qo'shilsa beramiz deyapti akamiz. Sizlarga shunaqa yaxshi mashinalardan ilashamiz. Akalar, keyingi Nexia 3 mashinamiz. Kapot holatlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana, akalar juda chiroyli, yuvib, chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Yumshoq balonlarda oddiy diskada kalpaklar bilan taqib qo'yilgan ekan. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Ilonlar qilingan chexollar taqib qo'yilgan mexanikada. Bir qator orqalarini ham ko'rsatib olamiz. Bu mashinamiz orqadan ko'rinishi. Polilari ham bor ekan aka, tashab qo'yibsizlar. Metan gazlari bor ekan. Zapaskilari ham joydami? Bir qator video uchun ko'rsatamiz. Zapaskasi ham turibdi ekan. 2020 dedingiz a? 2020. Kraskalari top-toza, yurgani 90 ming. Bozorga qancha qilishdi dedingiz? 69 qilishdi. Yolg'on emas, akamiz yolg'on gapirmayapti. Bizga ham yolg'on yalpi bir narsa kerak emas. Qancha bo'lsa berasiz aka? Bo'ladigan, qiziqadiganlar, dehqonlarga bo'lsa. 97lik 985 0550 xudo xolasa 7000 tepasiga qo'shilib yursa berasizlar. Xudo xolasa akalar, bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olaverasizlar. Andijon mashina bozoridan bugun Nexia 3 olib chiqqan dehqonlar rosa ko'p ekan. Yumshoq balonlarda oddiy diskada ustidan kalpaklar taqib qo'yilgan. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Ilonlar qilingan, evakuatsiya tashlangan chexollar taqib qo'yilgan mexanikada. Metan gazlari bor ekan. Bu mashinamiz yonidan ko'rinishi va orqasi. Tak. Metan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Va yonboshdan ko'rinishi. Tak. Shu yerda ozgina petnosi bor dedi. Aka 2019 dedingizmi? Yurgani 64 ming yurgan. Kraskasi o'sha oldi kriloda petnosi bor, qolgan joyi toza, ko'rsatib olishaveradi. Tushunarli. Puli qancha aka? 7,5 ming kami. 7,5 ming kami bor. Bozor qancha qilishdi aka? Bozor har xil 68 ming. 6800 qilishibdi. Xudo xolasa 68 tepasiga qo'shilsa berasizlar, xudo xolasa. Minormonga ketsin aka, xudo xolasa. Aloqa uchun nomer ayting. 99lik 99lik 314 46 30 akalar bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olaverasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan. Aka, generalniy doверенностьlar chiqadimi yo chiqmaydimi? Hamma o'zgardi. Generalniy liboy hujjatlar chiqaradigan akalar Nexia 3 istagan tanishlarga tashlab berasiz. Keyingi Nexia 3 mashinamiz JK2 Disham mokriy asfalt svetda yumshoq balonlarda oddiy diskada kalpaklar taqib qo'yilgan ekan. Ilonlar qilingan o'zini polilarida chexollari bor ekan. Barlari bor mexanikada.
Bu mashinamiz orqadan ko'rinishi. Metan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida turibdi. Zapaskalari ham joyida turibdi. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Lekin mashinaning ma'lumotlari qanaqa? 2018. 2018, kraskasi qanaqa? Shu nark tomonida ozgina petnosi. Qayerda? Krilodami, Sapochoydami, eshikdami? Eshik. Orqa eshikda petnosi bor. Qolgan joyi toza, ko'rsatib olishaveradi. Yurgan masofasi-chi? 230 ming yurgan. Puli qancha aka buni? Bozor qancha qilishdi? Yengil qilib ber. 6200 ga berasiz. Bozor qancha qildi so'ramasa? 6000 berdi. 62 ga beramiz deyapti. Xudo xolasa akalar 6000 tepasiga qo'shilsa berasiz inshaalloh, xudo xolasa. Siz tirikchilikda minaman degan yaxshi dehqon insonlar bo'lsa 6000 tepasiga qo'shilsa berasiz. Aloqa uchun nomer ayting. 88 lik 279 64 65. Akalar Nexus 3 dehqondan so'raganlarga yumshoq balonlarda, Cobalt diskalarda salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Eva ko'rlar tashalgan avtomat korobkada pastakanchiklar, Tesla monitorlar ham taqib qo'yilgan ekan, deflektorlar, Mers deflektorlar qo'yilgan, Mers rullari qo'yilib qo'yilgan ekan. Metan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Bu mashinamiz yonidan ko'rinishi. Ma'lumotlar qanaqa aka? 2019 aka, 2019 140 ming yurgan. Kraskalar qanaqa aka? Nari kiloda diska bor aka. Shopir tomondagi kriloda petnosi bor. Qolgan joyi toza, ko'rsatib olishaveradi. Chipchi kosmetikalar bo'lishi mumkin. Chipchi kosmetikasi bo'lishi mumkin, ko'rsatib olishaveradi. Tushunarli. Ikki mashina narxi qancha? 8000 chakka sunnatiga o'tib beramiz. 8000 dan sunnatiga o'tib berasizlar. Sir bo'lmasa aka, bozor qancha qildi? 76 aka. 76 qildi. 76 ga qo'shilsa, xudo xolasa berasizlar ekanmi? Tushunarli. Dehqondan dehqonga ketsin degan akalarimiz bemalol telefon qilib 7600 tepasiga qo'shilsa, u yoq o'zingizlarga gaplashishlarga bog'liq, balki 7600 ga ham beradi, balki 7600 tepasiga beradi. Endi u yoq o'zingizlarga gaplashishlarga bog'liq. Aloqa uchun nomer ayting aka. 90 lik 624 90 lik 624 74. 74. Akalar bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olaverasizlar. Anjom mashina bozoridan bizda bitta like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Nexus 3 Anjom mashina bozoridan baraka o'pdi. Diskalar taqib qo'yilgan yumshoq balonlarda JK2 svet mokriy asfalt deyilami. Haftalada Eva ko'riklari bor. Avtomat korobkada barlari bor ekan. Mers deflektorlar qo'yilgan ekan. 2018 dedilar aka. 2019 yurgani qancha? 170 ming. Kraskalari? Kraskasi toza. Qancha baraka bo'ldi? 6450 dollarga baraka bo'ldi akalar. Nexus 3 da qorasidan istaganlarga yumshoq balonlarda o'zini radnoy diskalarida ekan aka. Salon holatlari o'shinday sveji turibdi ekan. Avtomat korobka. Yili necha aka buni? 2022 yurganichi? 90 ming yurgan. Orqadan ko'rinish. Kraskalari? Shumka qilingan ekan, benzinda harakatlanadi ekan. Tak. Tom bilan qozon shumka bo'lgan ekan aka. Qayerda kraskasi bor dedingiz? Krila kapot. Bo'ldi, qolgan joy toza. Ko'rsatib olishaveradi. 90 ming yurgan. 2000 radnoy balonlarda ekan, o'zini benzinda harakatlanadi. Mashinaning 2022 mashinaning puli qancha aka? 8,5 kelishamiz. 8,5 ming kelishasizlar. Bozor qancha qildi aka sira bo'lmasa? Qanchaga bermadingiz? Yo'q, hali endi chiqdik. Endi chiqdinglar. 8,5 ming kami bor. Aloqa uchun nomer ayting aka. 77 lik 77 lik 279 279 1001. 1001 akalar bemalol telefon qilib so'rab turasizlar. Akalar Nexus 3 da yil yangiroqdan so'raganlarga yumshoq balonlarda, radnoy diskalarda salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Polilar tashab qo'yilgan. Salafalar taqib qo'yishibdi. Avtomat korobka barlari bor ekan.
Mexanik. Mashinamiz orqadan ko'rishi metan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida ekan. Kraskasi shu bitta Krilovda bor dedi. 2022. Yurgani qancha dedingiz aka? 60 ming yurgan. Tak. Puli qancha aka buni? 8700 aka. 8700 dan tushib berasizlar. Bozor qancha qilishdi aka sir bo'lmasa? O'tgan bozor 82,5 bo'ldi. O'tgan bozor 82,5 qilishdi. Endi savdo bo'lyapti. Endi savdo bo'lishyapti. 82,5 ga qo'shilsa berasizlar ekan, xudo xolasa. Metan gazlari bor. Pokoleniya. Tushunarli. Bu ham sizlardan aka. Ikkoviga bitta nomer aytib 2020 100 ming yurgan. 100 ming yurgan motor holatlari, kraskalari top-toza. Yumshoq balonlar. Yumshoq balonlarda propan pokoleniya gazlari bor ekan, mexanika deganda bu aka. Tesla monitorlari bor, salafanlar taqib qo'yilgan, barlari bor. Mexanikada orqalarini bir qator ko'rsatamiz. Mers deflektorlar ham qo'yib o'tilgan ekan, ko'rsatib. Bir qator propanlarni ham ko'rsatamiz. Propanlari ham kattasidan ekan. Generalni chiqaradi. Nargisigachi, bunga ham chiqaramga? Ikkosiga ham Ikkoviga ham gen chiqaradi. 22 20. Yurgani qancha dedingiz buni? 100 ming. 100 ming yurgan, kraskasi top-toza. Puli qancha aka buni? 7,5 mingdan o'tib beraman. 7500 dan o'tib berasizlar. Sir bo'lmasa qancha qilishdi bozor? 71,5 qilgan. 71,5 qilishdi, kecha bermadilar. 71,5 ga qo'shilsa beraverasizlar. Endi bu yog'i akalar o'zingizlarga havola, 70 balki 71,5 ga berar. Balki $50 $100 qo'shib olish endi o'zingizlarga gaplashishlarga bog'liq. Akamizdan aloqa uchun nomer ayting. 94 94 741 77 22. Akalar bemalol telefon qilib akamizdan ikkita 2022 avtomatik korobka metan gazlari bor Nexia 3, 2020 mexanikada metan propan pokoleniya gazlari bor Nexia 3lar bemalol so'rab telefon qilib olaverasizlar.